33 ming so'mga mana shunaqa slayonli xamir oldim. Bundan zo'r qilishni men sizlarga o'rgataman. 1 kilogramm un, 35 gramm tuz, 650 gramm suv solib xamir qorib olamiz. Tayyor xamirimiz 1 kilo 600 gramm chiqadi. Shuni 2 ga bo'lib olib 840 grammdan to'g'irlab olamiz. Zuvalamizni 20 daqiqa tindirib olamiz. Zuvalamiz tingunigacha 115 gramm sariyog'ini pergament orasida to'rtburchak qilib yupqa qilib yoyib tekislab olamiz. Va dumaloq xamirimizni kesib to'rtburchak qilib olib, xamir markaziga sariyog'ini joylaymiz. Xamirimiz yumshoq bo'ladi, ishlash juda ham oson. Ikki chetini yopib, uzunasiga mana shunday qilib yoyib chiqamiz. Va xamirimizni ko'rpachaga o'xshab taxlab, uchga buklab 20 daqiqa oddiy xolodilnikda dam beramiz va yana shu hol takrorlanadi. Xamirimizni taxlab, endi 30 daqiqa morovilkada saqlaymiz. Muzlatkichdan olingan xamir bilan ishlash juda ham oson bo'ladi. Xamirlarimizni kesib, mana shu videodagidek qilib taxlab chiqamiz va xamirimiz tayyor. Hamma sir tutadigan retseptlarni keyingi videolarda ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.